Oshqozon. Mana ichiga ulab qo'ydik. Mana o'tkazuvchilar yaxshi, bitta balon o'tkazyapti. Mana oshqozonni ichiga uladik. Pastga tushyapti. Mana endi ichaydi. Mana ichayda tushib, yana pastda bir-biriga ulab qo'ydik mana. Pastga tushib, bir-biriga naqd ketaveradi. Assalomu alaykum, Ahmadulla aka. Hozir qaysi operatsiyani tugatdik? Hozir oshqozon rezeksiyasini amalga oshirdik. Asosan bu operatsiya oshqozon yara kasalligida, ba'zi o'sma kasalliklarda oshqozondan ichaklarga ovqat o'tmay qo'yib tinimsiz qayd qilishlar buyursa qilganda yoki bo'lmasa 12 barmoq yarasi qayta qonaganda, yana keyingi holat yara teshilib qolgan paytda yoki yaralar penetratsiya degan asbob bergan paytda qilinadi. Hozir bemorimiz to'xtovsiz qayd qilish belgilari bilan hattoki suv ichsa ham qayd qilib kelyapti. Mana hozir operatsiyani tugatdik. Endi hozir drenaj qo'yib ketamiz. Do'stlar, xirurgiya yo'nalishi bo'yicha Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Silkasini videoni ostidagi opisaniyada yoki kommentariyada olishingiz mumkin. Shu silka orqali o'tasizda Telegram kanalimizga obuna bo'lib oling. Bu yerda o'zingizni qiziqtirgan xirurgiyaga oid savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Mutaxassislarimiz javob berishadi. Bir narsani inobatga olib qo'yinglar, sababi biz operatsiyada bo'lib qolamiz. Mana shu savolingizni ko'rgan vaqtda imkon darajasida shu kunni o'zida javob berishga harakat qilamiz. O'tib obuna bo'lib olinglar.